Ana shu yerda remont qilish kerak. Keling usta. Böyle zakkozni qilamiz buni. Qizim, choy damla ustaga. Hozir dada. Bir bahor bo'lganda beqaror edi. Yes. Dilga ishq to'lganda Men uyingiz remont qilmayman bu uyingiz. Nimaga? Uyingizga kerakli narsalar ko'p ekanda. Dogovor qildik ko'tmoqqa. Ana bu devorni o'lchash kerak, biror nimang bormi? Ha, qiziz bergan va'dalarday uzun metrim bor. Nima? Ana qizil metr deyman men bera bu. Ana shu yerni bir svet qilib yoritish kerak. Bundan battar zimziyo yuragim yoritib yuribman-ku o'zim. Bu nima bo'pti? Bu qo'ygan eshiging mustahkammi? Ba'zilar sevgisidan ko'ra bu eshik ancha mustahkam. Ana buni yaxshilab shil, tag yana kraskasi bu. Ayrimlar yuziga o'xshaykanda 200 lamacha deraza ekan bu. Ey, ana bu yorug' nima qilsa bo'ladi? Bu mayli, yurak yorug'ini nima qilamiz amaki? Shpakilovka qil buni. Sen 2 kun ketib qolmaysan, boshqa zakasim bor deb. Aka, men bevafo emasman, ayrimlarga o'xshab ketib qolmayman. Chanqasalaringizni icharsizlar? Kerak emas, o'sha payt dard alam ichganmiz. Baloni ich. Telefoning tushdi, hech narsa qilmadimi? Aka, bu Honor X7D qancha tushib ketsa ham sinmaydi. Mana qarang. Yimi. Bu changga, suvga chidamli telefon bu, batareyasi ham moshni 2 kunga yetadi. Kamerasi ham juda kuchli. Xullas, ayrimlar sevgisidan ko'ra ancha mustahkam telefon bu, ha? Ishing menga ma'qul ukajon. Mana 1 million pul, qolganini erta uyingga tashab ketaman. Ota qizlar faqat tashab ketayotgansizlar-da. Anor, baby, boli.